Napolyon Angliya armiyasidan yengilgandan keyin, ya'ni 1815-yili 6-oyning 19-kuni Rothschild oilasining 3-o'g'li Nasin Rothschildning aql parasiti bilan bir kunning ichida Angliya davlatining yangi xo'jayiniga aylanib qoladi. Chunki Angliya davlatining tarqatgan davlat qarzining hammasi Rothschild oilasining qo'liga o'tib ketadi. Shuning bilan Rothschild oilasi Yevropa miqyosida eng cho'ng savdo guruhiga aylanib ketadi. Ya'ni kelib Rothschild oilasi Angliyaning eng cho'ng bo'lgan Angliya Xon jamoat bankasini qo'liga o'tkazib olib, Angliyaning pulini, ya'ni fond sterling, Angliya pulini besib tarqitish, boshqarish huquqini o'tkazib oladi. Bunda aytganda, ayni vaqtdagi dunyoda eng qudratli bo'lgan Angliya davlatining pul muomala sistemasi Rothschild oilasining kontroliga o'tib ketadi. Endi o'ylab baqsaq, Amerika davlatining Markaziy bankasi, ya'ni dollarni besib tarqitadigan, dollarni kontrol qiladigan Amerika davlatlik Markaziy banka mushundaq jarayon bosqichlar bilan Rothschild oilasining qo'liga o'tib ketgan. Bu dunyoda suiqasd, ilm-fikr yo'q desa kim ishindi? Rothschild oilasi uchur, axborot, iqtisodiy munosabatlik bütün uchurlarni to'plash orqali qudratli bir sistem paydo qilib, dunyoni kontrol qila oladigan parda kayindagi kuchga aylanib ketadi. Rothschild oilasining o'ziga xos bo'lgan, ya'ni bevosita o'ziga qaraydigan, ko'lami intayin kengri bo'lgan, maxfiy uchur to'playdigan ishonchli xodimlarni dunyoning har qaysi yerlaridan yetildirib barpo qiladi. Bu odamlarning vazifasi strategik uchur to'plash hamda Rothschild oilasining shu rayondagi vakolatchisi bo'lib xizmatini davom qiladi. Bularning ismi o'zlarining tili bo'yicha balalar, inglizcha boys. Rothschild oilasining bu odamlari dunyoning hamma yerida bor bo'lib, har qaysi davlatlarning davlat markazida, iqtisodiy savdo sistemasida, energiya konbayliqlarini kontrol qilish organlarida o'z funksiyasini davomlashtirgan bo'lib, bularning yetkazgan uchurlarining to'g'riliq darajasi, tezlik darajasi dunyodagi har qanday davlatlarning to'plagan uchurlaridanmi intayin to'g'ri va yuqur darajada bo'lgan. 1815-yil 6-oyning 18-kuni bo'lsa, Fransiya imperiyasi, ya'ni Napoleonning oxirlashgan kuni bo'lsa, Rothschild oilasining dunyo iqtisodini kontrol qilish kunining boshlangan kuni. Endi pul Rothschild oilasi uchun hech narsa emas bo'lib qolgan. Rothschild oilasining puli cheksiz bo'lib, Rothschild oilasiga kunda kiradigan pulning sonini hech kim bir mo'lchar sonni deyolmaydigan darajaga yetgan. Endi pul tepish Rothschild oilasining kichik ishiga aylanib qolgan bo'lib, dunyoni egiz past qilish, dunyoning vaziyatini o'zining orzusi bo'yicha o'zgartiradigan suiqasd planlarni tuzishga boshlagan. Albatta shayton diniga e'tiqod qiladigan, ilm-fikr suiqasdga pishqan bu mutaxassis oilasi dunyoning har qaysi yerlarida urush paydo qilg'izib, hamda paydo bo'lgan urushni xohlagancha kuchaytiradigan, xohlagancha bu urushni kichikiltib to'xtata oladigan darajaga yetgan. Dunyoning qanday bir yerda urush paydo bo'ladi ekan, Rothschild oilasi darhol shu davlatning hukumat bilan aloqalashib, harbiy uchun ishlatadigan pul qarz berib turdi ekan. Hattoki urush bo'layotgan ikki tarafga ehtiyoji qarab qarz berdi ekan. Xuddi ikki qima o'ynasa, jaziqo pul berib turgan o'xshash, shu shaklda har ikkili tarafga urush jang uchun pul qarz berib turdi ekan. Urushda g'alaba qilgan davlat bo'lsa, Rothschild oilasidan olgan qarz pulga necha hassa foydasini qo'shib, qarzini qaytardi ekan. Urushda yengilgan davlat bo'lsa, shu urushda yengilgan davlatning davlat ig'dorchiligidagi kon boyligi, po'lat temir zavodlari, davlatning asosiy iqtisodiy turki bo'lgan boylik yaratilgan sistemalarni bergan qarz pulning o'rniga o'tkazib oldi ekan. Ya'ni kelib u davlatda bank qurish orqali shu urushda mag'lub bo'lgan davlatning iqtisodiy sistemasini monopol qilib oldi ekan. Natijada u davlatni monopol qilib oldi degan gap. Bunda aytganda, bütün bir davlat va shu davlatning xalqi birlikda Rothschild oilasi uchun xizmat qilyotdi degan gap. Atrofimizga qarasak, nurg'un davlatlar Rothschild oilasining shirkati degan gap. Napoleon urushi mag'lub bo'lgandan keyin Fransiya davlati Angliyaga haddidan tashqari pul qarz to'laydi. Bu pul qarzlarning hammasi Rothschild bankasiga qarab mangdi. 1800-yillardagi Amerikaning janub-shimol ichki urushimi
Rothschild ailesidan pul qarz elib, urushni davomlashtirgan. U chaqda Lincoln hukumatidimi hech qanday iqtisodiy kuch bo'lmasdan Rothschild ailesidan pul qarz elish orqali urushda g'alaba qozongan. Prezident Lincoln apandim o'qiyab o'lgandan keyin sirtqa tarqatgan xabarda Amerikaning janubiy qismidan kelgan isyonchilarning maxfiy odamlari Lincoln apandimni etib o'ldirgan deb gap tarqitib vaziyatni tinchlantirgan. Aytishlarga qaraganda Lincoln apandim Rothschild oilasining tahdidiga norozilik bildirib, Amerika Markaziy bankasini amaldan qoldirib o'tmoqchi bo'lgan. Unda yangidan Amerika pulini besib tarqatmoqchi bo'lgan. Besib tarqatmoqchi bo'lgan yangi pulning ismi bo'lsa Lincoln yeshil puli deb ism qo'ygan. Inglizcha ismi Greenback. Bu vaziyat Rothschild oilasining intayin g'azabini keltirib o'tgan. Bundaq bir cho'ng bir Amerika davlati mening olqinimdan chiqqan qandoq bo'ladi? Natijada Amerika ichki urushini oyoqlashtirgan prezident Lincoln apandim suiqasd bilan etib o'ldirilgan. Davomi bor.